Dasturimizni xushxabar bilan davom ettiramiz. Katta ishtiyoq va hayajon bilan futbol bo'yicha Jahon chempionatining saralash o'yini. O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasining bahslariga guvoh bo'ldik. Futbolimiz tarixidagi eng katta orzu Jahon chempionatiga chiqish edi. Timur Kapadze shogirdlari buni katta mehnat va jasorat bilan uddalashdi. Maqsad xalqimizning ishonchini oqlash va mundialga yo'llanma olish. Murosasiz bahslarda ustunlikni qo'lga olishga urinish. Natija esa bizning foydamizga ishladi. Yigitlarimiz o'zini ko'rsatishdi. Bahslarni to'g'ridan to'g'ri kuzatgan muxbirimiz bizga Abu Dabidagi maydonda kechgan bahslar va u yerdagi atmosfera haqida xabar beradi. Albatta yigitlarning hayajoni cheksiz. Bugun bu yerda barchaning hayajoni cheksiz. Abbos. Biz Qatar bilan o'yinga ham chiqib o'tirmadik. Mana shu o'yinda hal ketmoqchi edik.
Nimaga? Juda xursandmiz. Alloh berdiga biz xursandmiz. Prezidentimizni e'tibori futbolga qaratayotgan qo'llab-quvvatlash qanchalik o'ttirmaydi? Opa, Albatta mening ham ustimdan suv quyishdi. Tarixiy kunda, tarixiy lahzalarda mana shu yerda ekanimizdan biz ham juda ham baxtiyormiz. O'zbek sportidagi yangi g'alaba, yangi tarix. nima qilar ekanmiz? Bu lahzalarni, bu daqiqalarni mana shunday natijani Nima qilish kerak ekan? Boisi O'zbekiston jahon chempionatiga saralash bahslarida 8-marotaba ishtirok etyapti. Ya'ni 1998-yildan buyon terma jamoamiz mana shunday musobaqalarda ishtirok etib kelgan, lekin bugun mana shu ko'p yillik orzu ro'yobga chiqdi. Barchangizga jahon chempionati muborak bo'lsin, aziz yurtdoshlar. Mirabaliyev va Nuriddin Qarshiyev Abu-Dabidagi Al-Nahyon stadionidan tarixiy voqeliklar. Naqadar tarixiy, naqadar hayajonli daqiqalar. Haqiqatdan ham O'zbekiston uchun tarixiy sahifa ochildi va yigitlarimiz buni uddalashdi. Xalqimizning ishonchini yana bir karra oqlashdi va butun O'zbekiston xalqini mana shu yutuq bilan, g'alaba bilan samimiy tabriklaymiz va bu davomiy bo'lsin deymiz.